Sizler bugün Sokulukdagi koy bazarga köp bolmoqsuzlar. Tuncelesi kanalının ayağında çen görüp turumuzlar. Sokulukdagi koylarının bağlarını bir çetten tanıştırıp çıqabız. Qarap turumuzlar. Koy qılanı deydi. Kirsem öyle bir qochqor koyup ketdi. Men soluk koylarni bolsa izlep ko'raverayinchi. Birinchi mo'g'u tak. Soluk koylar qayerda bor ekan, ha? Soluk koylar. Kommunal koylar var ekan. Soluk koylardan sırap qo'ying, qo'zi qo'chqirlar ekan. Qorpaylar qo'yingga tushpaysiz. Soluk koylar da aka bular, ha? Jash, qo'zi qo'chqirlar da var ekan arasida. Qanchadan bo'ldi endi dün bular? 10 dan. 10 ming so'mdan so'rab otasiz. Şuydu gelev? Yo'q. Şuydun qo'ylar ekan. O'shdan kelib tur, qarasizlar. Jash to'qlar, bunalar qancha oldi? 12 dan jash to'qlar ekan. Bunu qaraqoy qancha? 15. Buni qaraqoy 15. Qizil qo'yimiz 15. Aldı 15. To'q bo'lish kerak, ha? Qizil to'q ekan. Paroda gamasa. Semiz gene qanchasi rodasi aka buga? Qanchasi rodasi buga? 12 so'm. 12? 12 ga berib berasiz. Semiz buga chiqoz ekan. Unda qo'chqorlardan so'rab qo'ying. Qancha tish aka bunimiz? 6 tish. Qanchasi rodasi? 45 ming so'm. 6 tish deydi. Bola turgan yer 45 deydi, 6 tish ekan. Mana qo'ylar. Qancha deysiz qizil qo'ydi? Qo'ydi aytam. 18. Pul qancha deysiz qo'shqor? 23. Jash qo'shqor o'xshaydi. Qo'y bola o'xshaydi. Qo'y vaqti zo'r ekan. No qara qo'ylarimiz qanchadan endi? Qara qo'y 18. Qancha tish bular endi? 4 tish. 4 tishlar ekan. Uni to'qtilarcha? To'qtilar 12 dan 11 dan. 12 ming, 11 ming deydi. Ellar qayra so'liq izlab qolibdir hozir, ha? Qo'chqor sezon bitib qoldi o'xshaydi. Sentyabr, avgustda qo'chqor sezon yaxshi keldilar. Bunalarda sıra qo'yib, erkek qo'zi qo'chqorlar ekan. 11. 11 dan so'ratasizmi? To'dan tushdi. Zo aydan. Aydan kelibdir. Ondan berasiz. 11. Tak, öte çoğun qo'ylar var ekan. Öte çoğun qara qo'ylar. Buna qara qo'ylar. Buna qo'ylar qanchadan so'radingiz aka? Buna qo'ylar. Ha sizga emasmi? 40 mingdan çoğun qo'ylar o'xshaydi-da. Tishindan ko'rib qo'yingchi. Men bir qo'l bilan ko'ra olmaydi ekanman. Yashini bilmaysiz? Tak. Kecha stavkaga bormadingiz? Ha. Kunjalasi degan. Uyda var. Uyda qancha bashingiz bor? 26 boshda bor. Bular ikki tishmi? Ikki tish. Ikki tish qarashan deydi. Quloqlari qarab qo'yamiz. Qanchadan so'rayapsan bular? 35 mingdan. 35 mingdan. Nolar 100 mingdan. Qancha tish bular? Bularda ikki tish. Ikki tish. 1,5 yaş, ha? Qo'chqorlar zo'r ekan. Ertaga 18 Qaravoltada stavka bo'ladi, borasizmi? Bormaymiz. Qaravoltada cho'ng stavka bo'lgan edi. Международный. Telefon nomeri Ayt, qo'chqor izlaganda chalib ko'ringizlar. Qayerda turasizlar? Voylan Antonovka ekan, ayting anda. 0706 13 28 09. 13 28 09. Qo'chqordan turidan bor deydi. Ammo charba qo'ylar qanchadan bo'ldi? So'yishga sapdingizmi? Qanchadan bo'ldi? Sir bo'lmasa bir. 15 ming. 15 dan kurgoy, ha? Ha. Ana qo'ylar. Semiz qo'ylar. Semiz joyga rotatdilar. Arasında erkek qo'zg'ichqonlar bor. Ta buni mernos so'rab qo'yingchi. Mernoslar qanchadan bo'lib ketdi aka? 40 dan. Ekovi 40 mi? Ekovi 40 ming ekan. Semiz. Teke qancha oldi aka? Serkal. Ha, serkal. 8,5. Bunu da takip et. Ha, qo'zg'imiz bormi? Erkak qurg'achi bu.
Qancha so'radi? 8 ming so'm. So'ysa bo'ladimi? Aparib qancha chiqarib qo'yganga so'yasizlar uyda. Tak, bunalar erkak urg'achi bo'ldi ekan. Bunalar urg'achi o'xshaydi. No, urg'achi buni qaralar. Bor erkakmi? Erkak. Qanchadan endi? 30 so'radi, Aylanasiz papa, tushdingmi? Cho'ni 30 ming so'm so'rayapti. Tak, nechta charbag'oy ekan. Charbag'oyingiz qancha olib ketdi? Bekar? To'q ekanmi? Yes, keling ana. Noga chiqarib ko'rsatib qo'yaylik. Qancha tish bu? 2 tish. 2 tish qo'zg'och. Qayoqdaqi? Belovatskiy. Bo'yi qancha chiqadi endi? 92, 94 kod. 92, 94. Boz liniyasi. Boz? Boz liniyasi. Kecha Talasga bordim. Bir boz degan qo'zg'och chiqib salmoqdan chempion bo'ldi 2 tish. Boz nasha primoy neveresi. Olda neveresi ekan, boz deb qo'yib oldi. Shuga o'xshash shunday. Qanday desam, ochiq qizil emas, bunday bozg'umto'r shokoladni setga yaqin. Shuni o'zi bo'ldi. O'ngim bermaydi-da, bari shunday. Bilmedim, men kecha borib Talasga o'zim ko'p bo'ldim. O'sha 2 tish qo'zg'och, 2 tish qo'chqorlarning orasida 149 kg salmoq bilan chempion bo'ldi. 2 jash bo'lib qoldi. Buga qancha so'radasiz? Bu 65 da o'tavsizlar. 65 ming so'm, ha? Nomerida yoza olasizmi? Bo'ldi. Orqaga qo'ylar sizniki? Yo'q, bular emas. Basini bilmaysiz. Bilmaysiz. Mo bizniki mo. Ha, uni qizil qo'yib. Yo'q mo. To'q shayton. Ha, buni aytasiz. Nomerini aytmay. Nomerini olib qo'ying. Chal, 0703 57 76 16 deb chalaverasizlar. Belovatskiy. Ma'qul. Buni qo'ylaringiz qanchadan aka? Qo'ylar bu. Ha. 10 ming so'mdan. Qanchani tug'an bilmaysizmi? Ha, buni qo'ylar ekan, cho'ng qo'ylar. Qancha tish qo'ylar ekan bular? 4 tish ekan. 20 ming so'mdan kurib qo'ydik. Tak, suratga tortib olaychi. Siz to'qtingiz qancha aka? To'qta? Qancha so'rada sen bu? 12 ming so'm. Ha, bular qo'chqorlar o'xshaydi, jalan. Qayoqqa qo'chqorlar aka bular? Qayoqqa qo'chqorlar bular? Qayoq? Ha, Belovatskiy. Qanchadan bo'ldi ham kurgo 2 tishlari? 40 ming so'mdan so'radasiz. Qo'chqor chiqdi. Sizniki qancha tish? 1,5 tish. 1,5 jash. Ha, 1,5 jash, ha? 2 tish ekan. Qancha so'radasan sizdan? 50 so'radim. 50 ming so'm. Tushirib kishni. Liniyasi bormi? Bor. Tushirib berasiz. Nomerni aytib qo'ying, video qo'chqor bormi, yo'qmi? Qanday deb? Video qo'chqor bormi, yo'qmi? Qo'chqor bor. Urug'ga qo'ya turgan. Bor. Nomer aytib qo'ying. 0707 33 96 ha 36 90. Buni charbag'oylar sizdanmi? Yo'q. Bilmaysiz bahasini. Qanaqa chalib ko'rmoqda, uyda bundan da yaxshi qo'chqor bor deb. Mana jash quloqlar. O, bitalar aralashtirib bor ekan. Quloqlar emi. Qisqasi turidan bor ekan. Mana cho'ngroq quloqlar, urg'achi. Bular qanchadan urg'achilar? 5 ming so'm ekan. Sening nechkinchi? 7 ming so'm. Bizda tudu o. Jelni bor ekan. Bunaqa so'liq qo'ylar ekan, ha. 2 tish 4 tish aka bu. 2 tish. Ha, siz hajim bahasini bilmadingiz, ha? Ne? Bu qo'ylar 12 dan berem deb o'tirdi hozir. 12 dan. Mana bu yoqda da qo'ylar bor ekan. Qanchadan ham kurgo'y bularimiz? 10 ming so'mdan ekan. Shu qo'ylar. Mana sizlarga o'tesemiz to'lg'ondir. Jaltirab qolibdi. Qachon? Ha? Bilmayman, qajang bu o'xshaydi. Yo'q, shayton qajang. Mana. To'xtu aka bu. 22 dot.
Ne var? Urgaçı mı bularmış? Ha, bunlar da urgaç. Kançadan hem bunlar? Toktular. 14 bin so'm. Bunu vahşi güçlü ekan. Tak sizin ko'k qo'zicha? 11. Tek ish bo'lgan, ha? Bu qo'ydagi cho'ngroq ekan. Buning ustida to'qtu? Qancha anam bu? 15 so'm. 15 ming so'm. Ne soyunca otasın baba. Tak bunu sırap koyun ki bunu belağın qarab qo'yinglar, shuni sırap koyun. Qancha buningizz? 11,5. Orta cho'kan. Ardından da cho'ngdori turadi. O merinoslar to'lib turib. Urgachi aka bular. Qanchadan so'rab o'tasiz? 13 dan so'rayapmiz. 13. Yaş to'qlar o'xshaydi. 13 dan. So'yg'oni-da bular. Ammo echkilarda so'rab qo'yinchi. Bu do'yni echkilar bizga so'yg'oni aka. So'yg'onga qanchadan bo'ladi endi? Buni semiz ekan. Buni yo'q, buni qara semiz ekan. Shu qancha qara? 7 ming so'm. Bularlar biraz arıg'ir ekan. Bularchi bolayimizga-mi? Bularimiz qanchadan endi? 6 ming so'm. Qo'zlar erkakmi, qo'zlar sizniki erkak? Qaysi surg'achi? Jeki o'tangmi? Qanchadan endi bular? 7 ming so'mdan. Bor, qancha chiqarib qo'ygan qo'y. Buna urg'achi-mi? Qanchadan endi bular? 7,5 ming. Buni o'lchaydi olsa urg'achi to'qtu buningizz? To'qtu 2 yaş, 1 yaş. Qanchadan bo'ladi? 20 ming so'm deydi. Aqchoq 15. Algan o'xshaydi. Aldingiz mi bular? Maska surata o. Bunalar 7'den, tetik ko'k 6'dan deydi, biraz kichirek. Tabii bu echki so'yg'onga o'xshaydi da. Satdingiz ertadan beri qanchadan satdingiz? Ha, to'qti qo'zlarmi? Urg'achilar. Qanchadan endi kurgo'y? 9dan. Urg'achi bu. Buni o'svetni qashdan deb qo'yayli. Qashdan set. Mana echkini aparib so'yasizlar. Bu qanchadan bo'lib ketdi? Satdingiz betidan beri echki? Bu 4 ming so'm ekan. Kunjelesi degan. Bu oqsaqal. Aldingizlarmi? Mol qilganda. Jalan to'qlar ekan. Hayır. 7'den aldık deydi. Buna qo'ylarning bo'y biyiqligini qarangizlar. Menimcha arashan o'xshaydi. Shu qo'ylarni sirab qo'yaymi? Buna. Turadi qo'ylar. Ökö bir bo'lish kerak ha bas. Qanchadan? 40. 40. Ne qo'yingizchi, biraz arıg'roq, ha? Balayimizga o'xshaydi. Balasi bor bundan. Qanchadan ham bular? Eko 38. Neydi qizil balası neden ekan? Qayoq mı mal endi? Petrovka. Ha, Petrovka. Qarashan qarmasdi-da. Bu qo'zlari. 7 ming so'm. Urg'achi-da bular. Yo'q, qo'chqor. Ha, qo'chqor ekan. Urg'achi 7 ming so'mdan bo'lyapti. Kunjelasi degan. Oh, buna so'yish echkilar. O'ta qattiq to'lib turib, tup-tumaloq bo'lib turadi. Qancha satdingiz aka ertadan beri? 7,5 dan satuv tashtirladi. Eski ertemenen yaxshi o'tadi. Qattiq to'lib tur. Narindi-ku qayoq? Narin deydi. Qaysilarda so'rab qo'ysam? Nonda qo'zlar so'rab qo'yib. Qancha so'radasiz qo'ziga? 9 ming so'm. Yash ekan hali. Bitta bir urg'achi bir qo'chqorta. To'qti qancha olib ketdi siz? 11? 15 mi? 11 ekan. Bu qo'z qo'chqorchi. Bunda 11 ming so'm. Urg'achi kerak, urg'achi. Ya.
Buradan kızım 4.000 tane verip kaçıp gitti. Avtosum 5.500'a verip. Mına 2 qo'y bor ekan, 2 qo'y. Kim qarmab turadi 2 qo'ydi. Qancha tish qo'ylarimiz? 4 tish qo'ylar. 4 tish. Qancha so'rab o'tasiz? 12. 12.000 so'm. Var kelerdi. Doyni echki qarmab turadi. Ejevs. Ой, ой. Ух. А сколько спрашиваете? Сколько литров дает? 2,5 дает сейчас. 2,5. Почем спрашиваете? Нет? 17. 17, он 7 сом. А порода какая вообще? Альпийская. А, альбийская порода? Альпийская местная, да. Альпийская Но это местная. Без запаха, без посысу. Да. Тап-таза екен. Хорошо, сзади. Вот оно здоровое, и все. Еще молодая, оказывается, да? Жаш екен, 17 сом. Альбийский ешкілер өте жақсы туғандар. Осыдан алып бағыңыздар. Не? Дома тоже есть? Дома, ну она постарше. Постарше? Она не да. Она 4 литра дает сейчас, но она выглядит чуть-чуть постарше. Үйде 4 литр береді екен, бірақ чоңырақ көрінеді дейді, анда сатам дейді. Қартанырақ. Не, ошо чоң, қартанырақ. Сатпайым. Сатпайсыз ба? Сатпайым. Альбийский ешкі дегендер интернеттен да өзіңіздер қосымша малымат алып көріңіздер. Бұл Қырғызстанда редко породалардың бірі, қазір номерді алып қаламын. WhatsApp желательно скажите. 0550 0555 71 71 42 42 18. 18 18. WhatsApp есть такой? А? WhatsApp есть, да? WhatsApp есть, да. Какой канал? Күнжелесі оказывается. А, я смотрю, что Мына солы qo'ylar ekan. Qanchadan bu kurgoy aka bularimiz? 13.000 so'mdan. Qancha tishim bular? Aralash o'xshaydi. Местный bu? Местный deydi. Mashinaga latadi, men ertaroq qochib ketayin, ko'p deb hozir. Kichkina qijirga tiyib qo'ydi. Bu yerda to'qlar bor ekan, arasida bir cho'ng qo'y. To'qlar qanchadan ekan? 13. Cho'ng qo'yingizchi? Teska var mı? Күнжелесі деген. Kaçan çıkat? Keçinde çıkat. Qancha dediniz cho'ng qo'ydi? 14. 14.000 so'mdan degan. Ya öyle alaldık da. Buna çista to'lon tushgani ko'rinib turadi, ekanlar javoshi. Hep semiz qo'ylar ekan. Suyatır paylaşıyor. Menimcha jashroq qo'ylar ekan. Qancha tish aka bularimiz? 2 tish. Qancha so'rab o'tasan? 25 ta. Mol qila turgan qo'ylar. Da sen de привычный. Mana bu yerda jash to'qlar turib. To'qlar qanchadan kurgoy ekan? So'rab ketaylik. 9'dan, 10'dan, 11'den de var deydi. Bu жылқы базарға келіп аттыр. Мен арқаға келдім. Кіре берісіне. Siz qancha so'radingiz? Sattınız mı? Birdeki mi? Жоқ. Ayıma geldiniz. 25.000 so'm. Seyizde odan düşüp bilen bir Qandaysiz? To'ringiz azayib qolib turib, satgan o'xshaysa? Soyishechki o'rtachasi qancha buni jash? Semizkena? 5,5 cho'ngdor 6,5dan. Cho'ngdor echki 6,5. Buni qancha qarg'ani? Buni olingizlar uyga 1-2 qo'noq kela turgansiz. Semizken. To'ltir 5,5. Sattınız bularni? Ha. 4'ten gettir buni serkeler. 3800'dan ketdi. 3800'dan. Soyishqa jaraydi. O'zi yaxshi. Ayog'ini ko'rsatib qo'y. Emele koç. Ha? Keçe bana bir eski kelip koşup kaldı. Bir eski jo'g'aldi. Siz eski jo'g'atganlar bo'lsa qaysi eski? Uyda öyle. Sizin atınız kim? Qayoqda turasiz? Shuni aytib qo'ying. Şopokda turadi. Atınız kim? Nomerni aytib qo'ying. Usmon akaga chalasizlar. Nomerini hozir so'raymiz. Tishini aytib emetsa beraver. Hozir tishini aytmaymiz, ha? Tishini aytmaymiz. Hozir aytmaymiz. Jo'g'atgan esi tishini enini aytsa Bugün uyda turadi, olib ketadi. Bugun emas, kecha bozor qo'shilib. Bugün mana 12 sentyabr, burunqi bozor 5 sentyabr bo'ldi. 5 sentyabr kuni. Bulağamda özünüzler Usman deb çalaverasizlar, özü bu жақта daim echki menen alekdiniz. Bravo. Soyish echki желательно. Bravo, shunday bo'lsa. Tak, nomerni ayting. 773 0773 03 77 77 44. 44. Kelip alыңızlar, suyunchusini Usman akaga kelib bir ulaqni tashlab ketdingizlar bu. Bo'g'iz emasmi ekan?
Жоқ, болады емес. Алып кетіңіздер да қышта туса улағын алып келіп таштап кетіңіздер мінекей. Bir жұмадан бері қарап атат, бұл адамдық сапат, адам деген ушундай. Болса сізде сатып жүрсеңіз да болады эле. Баягыдай выждан жоқ болгондо. Но көл боюнча да сөз кылып коеюн. Көлдүн чекесинде мусурларды көрдүңүздөр, бирок бир канча тазаланып калды. Мурумундан да жаман болчу. Ушу мал базарга келгенде сураныч могул жактан көлгө мусор таштабаңыздар, көлдүн түсүнү көрүп атасыздар. Эми жаман дебейм, мурункудан жакшы, бирок караңыздар. Эми неприятно да. Но мусордун жатышына. Өйдө жағы бир аз тазаланып калды мурун. Ортосуна бакалашкалар агып эле жата берет эле, көп болчу. Жакшы. Анда эмесе биздин видеолор класс басып комментарий калтырсаңыздар, жакындар менен бөлүшүп турсаңыздар, бизге чоң поддержка болот. Ошондой туугандар. Сиздер жеринен тааныштыңыздар, саламатта калыңыздар. Аманчылыкта көрүшкөнчө.